Tang to'g'isiga amroq, lekin-de uyda etemaydigan do'stlarga tang to'g'isini etish usulini tafsili yo'llab qo'ydim. Bugün meniki bir soğudu qımbatda sıdqı çık gelsem yo'ldashim men qaysi kun ekigan to'g'ini bir dalni qap qo'ygan, shu to'g'ini men tang to'g'i qilma deb o'zi tayyorlab ketibdi. Meni paylanib qolsin deb ataydan telefonga bir rasmlarni tatib elavapti. Buning oldida shekarni quruq qozonga to'kib buni umdan bir qo'rvatgan ekan, shekar shu sag'rib kelgandan suv quyib buni umda aralashtirib, sinjiqroq qilgandan keyin buningga shu to'g'iningga so'xtagan dorilarni sevatgandan keyin endi qozonga shipayamidan maymadan taamidan quyib olib, bu may qizgandan keyin endi buningga lozini bir qiyam qilmoqchi. Shuningga so'qqan laza yo'ma so'qmagan lazani aralashtirib buningga mayni quygandan keyin bu umdan bir qip-qizil chiqargan. Shuning bilan buni qozonga quyib, endi suyini umdan aralashtirib, azroq tuz sep, buning tuzini tetayotgandan keyin to'g'ini sep mushunday pishas bo'ldi ekan. Bu to'g'ni qattiq to'g'ni ekan, 4 soat qaynatdim deb ashna deydi. To'g'ni pishaydigan vaqtida undan keyin tuxumni suvda pishiriblam, undan keyin so'yib, shu tanga salsak, to'g'ni bilan birga shunda ta'mli ko'p pishib chiqadi ekan. Anqashlarga mamikab am to'g'ri yeyish uchun shipayamidan maymodan kesakchaydan damlab oldim. Endi bu çayımız bak yaqishliq çay. Buni etgan çay qilsaqmi bo'ldi, sincha qilsaqmi bo'ladi. Bu çayni da uzaq arasdan maymodaniki gulbarglarimi chiqadi. Buni qissiq qaynoq suv bilan damlaymiz. Damlab bo'lgandan keyin atrof gazga qo'yib versak ta'mi undan chiqadi. Ma u kesak çayini damlaganda qiziq suv damlaymiz. Shipayamidan maymodan gul çayini damlaganda shilmaroq suv bilan damlasak bo'ldi. Mana çaylarımni damlab, to'g'larni chanab atrofga tuxumlarni tizib shunda chiroyli ekib oldim. Bu to'g'larimiz bak o'xshabdi. Agarda tang to'g'isi amroqlar bo'lsanglar, mana cho'qim saqlab beringlar. Uyinglarda yerlik to'g'ri bo'lamdi. Shunda ishonchli to'g'larni topgan vaqtinglarda shunda yesanglar shunda ta'mli bo'ldi ekan. Bugungi tamoq qilishimiz tamom. Techamancha bo'lsa, etki tamoq